o'zim 4 ta qizim bor, alhamdulillah. Bittasini ham oliy ma'lumotli qilish niyatim yo'q. Vobshe qarshiman. O'zim men hayron qolaman. Birinchi navbatda ota-onalarga maslahat bermoqchiman. Farzandlarini repetitorga bor, matematikadan, tarixdan yoki ximiya, biologiyadan bor. Nimaga desa agar institutga kirmoqchi. Nima qiladi institutga kirib? Kim bo'lmoqchi? Bilmayman, bir narsa bo'lar deydi. Yo, kechirasizlar. Maqsad nima o'zi? Institutga kirishdan maqsad nima? Diplom. Qarang. Diplom nima beradi sizga agar borib oylikli ishda ishlaysizda? Agar yo kechirasizlar, agar shu meni o'g'lim yoki qizim oylikli ishda ishlab pensiyaga chiqsin desa, пожалуйста. E'tirozim yo'q. Lekin men unaqa emasman. Men o'zim 4 ta qizim bor, alhamdulillah. Bittasini ham oliy ma'lumotli qilish niyatim yo'q. Bu degani, oliy ma'lumotli qilish niyatim yo'q deganim, agar maqsadimga olib boradigan bo'lsa, пожалуйста o'qishim mumkin. Lekin o'zidan o'zi hamma o'qiyapti demay, men ham o'qishim kerak degan narsaga vobshe qarshiman. Undan ko'ra bitta sohani yaxshi mutaxassis bo'lsin. 4 yilni, 1 yilini bitta sohaga mukammal diqqatini qaratsa agar, shu 4 yil o'qigan vaqti davomida ketkizgan pulini bir yaxshi mutaxassis bo'lib qolsa, bir 20-30 barobar chiqarsa kerak deb o'ylayman. Agar maqsadi bo'lsa, o'zi shu institutga kirish uni maqsadiga olib boradigan bo'lsa, пожалуйста, e'tirozim yo'q.